tartibidagi ikkinchi masala. Sherobod tuman mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi chorak daromadlar rejasining ortiqcha bajarilgan qismi hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Kun tartibidagi uchinchi masala. Sherobod tuman mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi chorak ijrosi va 2026 yil birinchi chorak davomida kiritilgan o'zgarishlar to'g'risida. Kun tartibidagi ikkinchi, uchinchi masalalar bo'yicha so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Shafiy Jamshid Bo'riqulovga berdi. Hurmatli deputatlar, tuman prokuror o'rinbosarining darvozasini ruxsat etiladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Sherobod tuman mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi oyligi davomida daromadlarni ortiq bajarilgan qismlarini hisoblagan. Navbatdagi xarajatlarga ta'kidlarni shakllangan mablag'lar hisobidan ijobiy yo'nalishlar bo'yicha navbatda ajratish taklif qilamiz. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga tumandagi qabristonlarni joyiy ta'mirlash uchun zarur qurilish materiallarini olish uchun 21 may 2026 yilda qabristonlarni obodonlashtirish qaroriga mahalliy byudjetdan mablag' ajratish rejalashtirilgan bo'lishi taklif etiladi. İkincisi tuman hokimligiga binosini qo'riqlash xizmati uchun Milliy gvardiya bo'limiga biz o'tkazdik. İkincisi tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi O'zbekiston Respublikasi Administratsiyasining 1925 yildagi 19-14-35 son xatiga asosan nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktabi, umumta'lim maktabgacha va maktab ta'limiga jalb qilish, jumladan inklyuziv sinflar faoliyatini tashkil qilish, bolalar ta'lim uchun zarur sharoitlar yaratish, maktablarda to'siqsiz korreksion xonalarga moslashtirish, talabalarga moslashtirish uchun tumandagi 14-16 ta'lim maktablarida hamda 5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zarur jihozlar tarqatish uchun ko'rsat xizmat. Tuman hokimligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yilda birinchi sonli qarori ijrosini ta'minlash materiallar olish uchun 35 minut. İkincisi tuman hokimligiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 8 yanvarda iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash ulug'bek jamg'armasi faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi yuzasidan ushbu yo'nalishda tuman bosqichi g'oliblarini taqdirlash uchun 10 million 300 ming so'm mablag' rejalashtirilganini bildirishdi. İkincisi tuman hokimligiga viloyat hokimligi huzurida tashkil etilgan davlat jamiyat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yish munosabati bilan jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash bo'yicha markazlashtirilgan jamg'armaga yuridik va jismoniy shaxslarga yetkazilgan zararni qoplash maqsadida kompensatsiya to'lovlari uchun 500 million so'm mablag' ajratishni rejalashtirgan. Yo'nalishlarni sizlarga taklif qilamiz. Mavzu yuzasidan savollaringiz bormi? Hurmatli deputatlar. Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, marhamat qilasiz. Ikkinchi masalani birga o'qiymiz. 2-3. Bu 3 masala. 2026 yil birinchi chorak xarajatlar mahalliy byudjet 2026 chorak xarajatlar moliyalashtirish 38 million 34 million so'mga bajarildi. Aniqlangan reja nisbatan 85.4% ga bajarildi. Sherobod tuman mahalliy byudjetdan mablag' oluvchi byudjet muassasalari va tashkilotlarining 2026 birinchi oylari davomida xarajat qismi yetarsiz qoluvchi byudjet qurilish normalariga kelishilgan ta'minot byudjet tashkiloti so'rovi asosida
milliard 665 million so'mga, 3% o'zgartirish kiritildi. Bu o'zgartirishning asosiy qismi 6 milliard 381 million so'mni o'sha nodavlat bog'chalarga moliyalashtirish uchun subsidiya xarajatlar uchun amalga oshirilgan. Shu munosabat bilan o'sha o'zgarishlarni sessiyaga tasdiqlamoqchi. Üçüncü masala e'lon bo'ldi. Tashabbusli byudjet bo'yicha 15-yildan boshlab takliflar berish boshlangan. Bu yil o'sha 15-yildan 3-avgustgacha loyiha kirish jarayoni amalga oshiriladi. 4-avgustdan 8-avgustgacha saralash bo'ladi. 19-21-avgust kunlari ta'limot, 22-31-avgust kunlari ovoz berish jarayonlari boshlanadi. Bu yil tuman mahalliy byudjetimizda 16 milliard 500 million so'm mablag' 6 yanvar masiga shakllantirib rejalashtirilgan. Bu o'sha xarid loyihalari bo'yicha 824 million so'm ruxsat beradi. Qurilish ta'mirlash yo'nalishi bo'yicha 1 milliard 648 million so'm ruxsat beriladi. Bundagi loyihaga yetadi. Ikkinchi mavsumga olib 4 ta mahalla tanaffusga tushgan. Qo'rg'on, Majnuntol, Yomg'ir, Chuqur mahallalar. Bu mahallalarning tarkibi shu bo'yicha mutasaddilar, deputatlar ta'limot qilib 16 milliard 500. Yaxshi bo'lish. O'tgan birinchi mavsumda arzimas xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan va shu o'quv byudjetini tashkillashtirish bo'yicha bu xatolarga yo'l qo'yilmasligini so'rayman. Nimaga deganda bu to'liq bu bizni kengashni nazoratida o'quv byudjeti. Moderatsiya jarayonlari ham hammasi. Xato kamchiliklarga yo'l qo'yilmasligi. Pardon. milliard 600 ga to'lib, hozir loyihachilikdagi 1 milliard 200 ga
Jamshidlikka to'g'ri aytyapti. Nimaga deganda pulni ko'p qancha aniq taqsimlasa ko'proq loyiha yutish anaqamiz bo'ladi. Shunday deymoqchi. Ko'proq loyiha yutish imkoniyatimiz bo'ladi. Muddati bor. Nimaga uni bir hafta yig'ib qo'yish to'g'ri? Bir hafta saralash. Bir hafta birdan butun bir soat o'tirib olib saralaymiz. Bir haftadan yig'ilamiz. Har bittasini alohida yig'ib ham bo'lmaydi. Kengash bilan moliya birlashganida pulini shunday. Masala shunday bo'ladi. Masala shunday bo'ladi. Shunday. Pulni biz rejalashtirmasdan qo'yilyapti, o'tkazilyapti. U pulni loyiha ishlatolmaydi, u keladi. Bu yerda loyiha ham kam bo'lib qoladi. Ikki mingdan yutish imkoniyatlari paydo bo'ladi. 4 mingga boradi, pul qo'ymaydi. 70 maktab bo'ladi. Jamshidlik, uchinchi masala bo'yicha konkretli deputatlarga nima uchun o'zgarishlar qilyapti byudjetga? Hozir siz kitobiy tilda, iqtisodiy terminlar bilan gapiramiz. Byudjet parametri balans qilib daromad qaraydi. Misol uchun birinchi oyda, ikkinchi oyda tushadigan daromadlar qaraydi, balans.